Dengizchi bova, men sizlar bilan birlashishni qaror qildim. Nimishqa javob bermaylar? Men sana nimaga javob berman? Mendan bir narsa so'ramagan tursan, sen buni o'zing qaror qilsan. Men sizlar bilan birga ishigim borligini demoqchi edim. Meningmi kemaydashni o'rgangim bor. Rost aytamsan? Albatta. Kaynimdan bak. Sizlar meni qanday qish qilsangiz bo'laverdi. Hargiz pushaymon qilmaydilar. Mening xeli mahoratim bor. Tezda o'rganib olayman. Ondaqda sen mo'shiyada turib, kemining gervekini ko'zatgan. Navoda kemi o'ng tarafga og'sa, o'ng qo'lingni ko'targan. Sol tarafga og'sa, sol qo'lingni ko'tar. Tushundingmi? Albatta, bu oson ishkan kemichi bova. Kirvak tuz turgan chog'da nima qilaman? Sen shunga o'xshash jim tursan. Ziyod, og'rib qoldingmi? Nimishqa burunqidek kemida u yoqdan bu yoqqa yugurib o'ynamaysan, ha? Men bilan qaranglar bo'lmasin. Men hozir ish ustida. Qaysi ish? Kema o'ng tarafga harakatlandimi yoki sol tarafgami? Kemichiga yetkazish uchun kemning girvak harakatini ko'zlayapman. Buni kemichi o'zi biladi. Kemini o'ng yoki sol tarafga haydayotgani shu kemichi emasmi? To'g'ri, u meni masxir qilyapti-ya. Dengizchi bova. Kemichi bova. Nima demoqchisan? Nimishqa meni shuncha vaqt hech bir ahamiyati bo'lmaydigan orqa tarafga o'rlashtirib qo'ydilar. Mening seni shuncha vaqt u yerda turg'izishim, seni menga itoat qilamdi yo'q sinab beqish uchun edi. Sen imtihondan o'tolmading. Ruxsatsiz o'rningdan ayrilibsan. Yana bir qitim fursat beramdilar? Albatta. Har qanday dengizchi kemida faqat bir qitimlik o'y bilan ish qilsa, cho'qim tuzumga daxli yetkazib hammalarni g'arq qilib etadi. Bu yerda kemichi men, sen emas. Albatta ustoz, apu qilsizlar. Xatolig'ini to'niyotamsan. Shundoq ustoz. Jazoyan tortishga hozirmisan? Albatta. Ondaqda kechki tomoq etadigan mavi ko'ktatlarning hammani oqlab atgan. Bugungi tomoq nihoyat o'xshabdi. Ha, sen har kunila mushundaq deysan. Bugungi tomoq zahoti boshqacha bo'pti. Chunki do'stimiz Ziyod tomoq etishga yordamlashdi emasmi? Ustoz, mendan mamnun bo'lgan bo'lsangiz, podshoh Talutning hikoyasini davomli aytib bersizlar. Bo'ladi, nada to'xtagan edik? O'xshagan tomoqning qishida. Ochko'z hikoyamizni qayerda to'xtadik demoqchiman. Kishilarning o'z payg'ambardan Allohning o'zlariga bir podshoh avatishini so'rashni talab qilgan yerga. Yo'q, bu bo'lakdan o'tib ketgan. Alloh ularga Talutni podshoh qilib avatganda, ular buni rad qilib, uni podshohga loyiq ekanligiga pakat keltirishni talab qilgan. To'g'ri, andan keyin ular qo'ldan ketkizib qo'ygan tabarruk sanduq qaytib keldi. Menga tabarruk sanduqning nimaligini textab bermadilar. Tabarruk sanduq Isroil avlodlarining kuchlikligi va haybatining simvoli edi. Ular janglarga chiqqanda shu sanduqni elib olsa, dushmanlar ustidan g'alaba qila oladi. U sanduq nimishqa ularning haybatining simvoli bo'lib qolgan. Chunki ular Tavrot yozilgan taxtaylarni Musa va Harun alayhissalomlardan qilib qolgan diniy tabarruklarni shu sanduqda saqlaydi. Yaxshi, u sanduq ularning qishig'i keldi. Bu sanduq bo'shliqda qandoq uchadigandi? Qaranglar. U usti tarafdan tushyotdi. Meni kechirsizlar, hurmatli payg'ambar Samvel. Sizlar haqiqatan rost aytdilar. Payg'ambar hazratlari, bu sanduqni ichib, ichidagi narsalarga qarab boqsaq bo'lamdi. U qo'shildiganligini bildirdi. Qani tez bo'linglar. Ay, qaranglar, Musa va Harunning tavallikka qoldirib ketgan narsalar shu bitib turibdi. Bu taranji benkan, ilmo yana bitib turibdi. Jigili bo'ladi ekan. Bu Tavrotning taxtoylariga hech kim chiqilmabdi. Xudo, men ilgari ko'rib boqmagan bir xushallikni his qilyapman. Mana endi Alloh bizga tabarruk sanduqni qaytirib berdi. Endi bizning amal qildigan va jangga tayyorlik qildigan vaqtimiz keldi. Biz tezdan askarlarni tayyorlab, qo'shinni urushga mashqlantirishimiz kerak. Qo'shinni mashqlantirish uchun xeyli vaqt ketadi-ku. Menimcha, biz sirtdan jang qilishni biladigan askarlarni ish qilsalaydi. Bu askarlarni urushga yo'li qiziqtira oladi. Albatta, mol bo'ladi-da. Undaqda podshoh Jalut ularga bizdan ko'p mol berib, ularni setib olsa, ular bizga qarshi chiqadi. Bu gap joyida, ajab ta'sir bo'ldi.
Ay ko'pchilik, men sizlarning fikringlarni angladim. Maslahatinglarni oldim. Endi sizlarga o'z qarorimni aytay. Men dehqonlar va padishlardan bir qo'shin tayyorlamoqchiman. Dehqon chorvachilar? Men bularni ziyonga uchratmoqchi emas. Bular o'zlarining ziminlarini va tortib olingan yerlarini qaytarib bilish uchun boshqalarga qaraganda yaxshiroq jang qiladi. Qo'shin tayyorlash ishi ata-atiga boshlanadi. Olilari, yangi nayzlarni sinab boqamdilar. Sizlar ikkinglar birdan nayza ilib, avu formini nishonlab etinglar. O sochilib turolmaydi. Yangi nayz degan yaxshi-da. Men bunda qaramayman. Balki nayzvozlar bir-biridan yaxshi bo'lishi mumkin. Ikkinglar nayzlarni almashtirib qayta etinglar. Qanda ko'rdingmi olilari? Ha, endi qoyil bo'ldim. Mushundaq yaxshi nayzdan 80 ming lashkarga yetkidak yasab chiqdim. Yomon emas, lekin buni yetarli degili bo'lmaydi. To'xtab turinglar. Qanday talablar bakin olinglar. Men ularning ot ustida piyoda savut dobulg'uliq va dobulg'isiz mashq qilishlarini talab qilaman. Savut dobulg'isiz mashq qilish intoyin xatarlikmikan? Jang degan hargizmi tinch mashq maydoni emas. Hurmatli podshoh Talut, sizga bir iltimosim bor edi. Neri tur birodar? Uni gap qilib qo'y. Meni so'zla. Men bu lashkarlarga qo'shilsam-mikin deyman. Jang mahoratlaridan qaysilarini bilasan? Men amaliyotda oshpazlik va tomoq etishdan boshqa hech nimani bilmayman. Undaqda sen hozir lashkarlar ichidagi birdan-bir odam ekansan. Qo'shin ichidagi barliq lashkarlar yaxshi g'izomlashga muhtoj. Sen dal mushu muhim vazifani o'tamatsan askar. Olinglar. Biz bir qancha soatdan beri to'xtamay menyapmiz. Bilaman. Lashkarlarni texmo tezroq minishga buyur. Buningdimi tez ma'amdoq? Issiq va usuzlikdan halok bo'laylik dedi. Men tex ozroq orom olamizmikin degan. Dushman bizga hargizmi orom elish fursati bermaydi. Shunga biz jafo mushaqqat ko'rishimiz kerak. Suyimizmi tugab ketdi. Bilaman. Buni mening planimdan o'tamiz. Burasamada bura yutum suvi yo'q. Eg'zoni yo'q. Meni oldimda suvni tilg'a og'uchi bo'lma. Sen bu ishonda buncha issiq va usuzlik qanday bardoshlik beryapsan? Men o'limning har qanday jonliqning oxirgi nuqtasi ekanligini bilaman. Insonning o'z zamanini qo'llash yo'lida o'lishi nima degan sharafli ish. Mushu bepoyon cho'llikda halik bo'ladigan bo'ldi. Muso va Harunning Rabbi bizga Bu izik bo'lma. yo'q. U so'kan. Bu yerda o'stan ekan olinglar. O'rninglarda jim turinglar. Bu o'stanning suyini zinhor ichmanglar. Bu shirin, ham pokiz ekan. Usuzlikdan o'ylayli deb qolgan edi. Farmonimga quloq solinglar. Men sizlarning qo'mondoninglar. Bu o'stan sizlarga Allohning sinig'i. Kim bu o'standan ichsa, u mendan emas. Kim menga itoat qilsa, u menga tabi. Sizlarning faqat uchuqlab ilib bir yutum ichishinglarga ruxsat qilaman. Faqat bir yutum dedim bu. Ishkinglar ichishdan to'xtanglar. Bu shundoq tasib tursa, biz qanday to'xtay olamiz? Bu podshohning farmoni bo'ladigan men bu suvni yetib yo'lamayman. Menga ruxsat qilsanglar olinglar. Faqat chidamayaptim. Ichib bo'ldinglarmi? Endi yo'lga chiqaylik. Ey lashkarlar, to'xtanglar. Bu o'standan qong'uchi suv ichganlar so'l tarafga, qolganlar o'ng tarafga ayrilinglar. Tez bo'linglar. Sen bu o'standan qong'uchi suv ichding. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shunga sen suv ichganlar bilan birgaman. Men sizlarning yordamchilari va sizlarning o'ng qo'llari odim. Mening farmonim aniq. Suv ichganlar bilan birgaman. Azizlar. Bu ko'p kishilarning hammasini jazolab bo'lmaydi. Azizlar. Sizlar lashkarlardan ayrilib, kelgan yerimga ketinglar. Qani lashkarlarim, biz yo'limizga bormaydik. Kashki, men usuzlik chidab, oliylarning buyrug'iga itoat qilsam-chi. U bir ahmoq. Bu issiq cho'lda memish lashkarlardan suv ichmaslikni talab qiladi. Uni tilama. Balki uning o'ylig'ini bor.
u seni xizmatidan quvlagan tursa, yana nima deb unga yon bossan? Men Talut olilarini u ko'nchilik qilib qo'yboqqandan boshlab o'dan bilaman. U ishlarni cho'nqur o'ylaydigan aqlli odam. Qandaq? Bana o haqda texmi ko'proq so'zlab berapsan. Bu palak ilmini xeyli obdan biladi. Osmondagi yulduzlarning chiqish o'rinlariga qarab taraflarni muayyanlashtiraylik. Bu bada hozirgidek havo tutuq bo'lib qolsin. Shamolning chiqish o'rinlariga kichik o'simliklarning atrofiga yig'ilib qolgan qumlar qarab bilaylik. Xush kelibsan, Amroz. Nemishqa Talutning qo'shiniga o'rnidan ayrildim. Ben sana intayi semiz bir kiyik bilen muhim haber ip geldim. Yana so'zla. Padişah bilen sıkçımda bir yutumda suyu kaldı. Bir kan çıkıp birge bağlı. Bir Rüstem'in boyuna kelgen çıkımızda o bizi su içmeslikki buyurdu. Anda su içken leşkerlerini yeniden kovulur etti. O nima degan kuchli rahbar? Onun qarni keladigan odamlardan qanchalik qoldi? Biz asli 80 ming leşker edik. 76 mingdan ko'proq leşkerimiz su içdi. Qipqa qatir bekla az oldi. Biroq ular chidamliq, samimiy, uysuzlikning jazosini chiday oladigan kishilar ekan. Mening padişah Talut haqida yana biladiganlarim bor. Yana so'zla. O shuncha ziyrak, jismi kuchli va ilmi cho'qur bo'lsa-mu, jang ishlarini taqatli qilmaydi ekan. Bu nima degani? Teri aylaydigan qilichi ekan. Tushish va jazalash deganlarni qat'iy bilib boqmoqchi ekan. Lashkar qo'mondoni aqlini ishlatishni bilib, amaliy jang qilmaydi. Bu intayin muhim xabar ekan. Bana berdigan mukofotlarim, oliyleri. Ben sana çok yakında qancha oltin beraman. Biz qayoqqa navbatimiz oliyleri. To'xtanglar. Fayzanni menga da ochtas. Lashkarlarga ozroq orom elingishni ayt. Hey lashkarlar. Ozroq orom elinglar. Kechirsizlar oliyleri. Nimishqa nayzlarni yerga sanchib qo'ydi. Soyning yo'nalishini kuzatish uchun. Asli soya bu yerda edi. Yana bu yerda. Quyoshning harakati bilan tal soya bu yerga yetgan. Burada cho'qim bir hikmat. Agar biz soyning birinchi nuqtasi bilan ikkinchi nuqtasi oraliqqa bir tussiz sizsak, sharaf va g'arb tarafni bayqay olamiz. Men tushunmayapman oliylar. Birinchi nuqta g'arb tarafini kesdi. Ikkinchi nuqta sharq tarafini kesdi. Undaqda biz ahmoqlar va podshoh Jalutning lashkarlarining o'rnini muayyanlashtira oladiganmiz. Shunda Allohning izni bilan biz at saharda ularning qo'shig'iga yetib boramiz. Lashkarlar, ahmoqlar qo'shini. Sizlar dushman yo'q turgan payt oxiri yetib keldi. Gelişimiz. Mubat biz ularni yengalisak, ularning hargiz mavjud qilolmaydi. Qandoq bir lashkar bir dushmanni o'ldirsa, o'ldirilguchining yeri va mol-mulkiga yana biroz qo'shib tortishadi. Gelişimiz. Biz hozir amallarning ziminda turyapmiz. Dushmanlarni tushib qo'ymanglar. Agar unda qilsanglar, jang qilmay turib mag'lub bo'lasizlar. Biz bugun kecha Moshiyada bargoh qilib, atigan hujumni boshlaymiz. Bizlarga Ibrohim, Yaqub, Musa va Harun alayhissalomlarni avatgan Allohga duo qilamiz. Ovozlardan qayg'urib bir o'rnini sezyapman. Men ilgari lashkarlarimga madad berish uchun jang ishlarini pishib biladigan bir jangchi bo'lishni va lashkarlarimga yaxshi ulgu bo'lishni orzu qilaman. Sizlar bizning eng yaxshi ulgimiz. Rahbarimiz va Alloh bizga avatgan podshohimiz. Yordam faqat Alloh tarafdan keladi u olim. To'g'ri aytdim, yaxshi askar. Sen bizga lashkarlar jang boshlanishdan burun azm qilib bo'laydigan yengil tomoq tayyorlading. Bu jang mening o'ylaganimdan qulay bo'ladigan bo'ldi-da. G'ayrat qilinglar lashkarlar. Esinglarda bo'lsinki, sizlar Allohning yo'lida jang qilmoqchi. Zimininglarni, ayollaringlarni, avlodlaringlarni va bu hayotdagi izzat hurmatinglarni qo'ldamoqchi bo'lyapsizlar. Ular haqiqatan ko'pligidan quyoshning yuzini to'sibotdi. Lekin ular uning nurini to'siyolmaydi. Biz haq tarafdorlarimiz Allohning izni bilan cho'qim g'alaba qilamiz.
Bu qandaqmı mümkün bo'lsin? Oldindagi lashkarlarni ko'midimi? Biz bugun Jalut va uning lashkarlariga hargiz tankilanmagudekmiz. Allohning irodasi bilan qanchalagan oz qo'shin, ko'p qo'shinning ustidan g'alaba qilgan Alloh chidamchan kishilar bilan bildi. Hujumga tayyorlaninglar. Ularni qilichlar bilan parchalab so'yib kukun qalqon qilinglar. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. So'zdan keyin nima ishlar bo'pti? Jalut degan zolim qalbi qilalabdimi? To'xtab tur, Ziyod. Portga kep qoldik. Kemani to'xtatishga tayyorlik qilishimiz kerak. Talutchu, jan qandoq bo'pti? Endi ular biz kemani sog'-salomat to'xtatib, ota-onani izlab bo'g'ish turib tursin. Alloh xolisa, endi sen u ikkisining o'tirsida o'ltirgan jihonda ondan sana bu qissaning davomini aytib beray. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن يا رب نور بالكتاب قلوبنا يا رب عطر بالكتاب لساني سبحان الله 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 كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن